2026 Chevrolet Damas 3 O'zbekistonda eng ko'p sotiladigan va eng ishonchli tijorat avtomobillaridan biri hisoblanadi. Ushbu model kichik biznes egalari, yuk tashish bilan shug'ullanuvchilar va shahar ichida doimiy harakat qiladigan foydalanuvchilar uchun juda qulay tanlov sanaladi. 2026 Chevrolet Damas 3 narxi O'zbekiston bozorida xaridorlar uchun muhim omil bo'lib qolmoqda. Ushbu avtomobil arzonligi, tejamkorligi va oddiy tuzilishi bilan mashhur. Damas 3 modeli kichik o'lchamga ega bo'lsa ham, ichki makoni amaliy tarzda ishlab chiqilgan. Old qismida haydovchi va yo'lovchi uchun yetarli joy mavjud bo'lib, orqa qismi yuk tashish uchun moslashtirilgan. 2026 yilgi modelda tashqi ko'rinish an'anaviy shaklda saqlanib qolgan, chunki bu dizayn yillar davomida o'zini oqlagan. O'zbekistonda Chevrolet Damas ko'proq bozorlar, do'konlar va kichik yetkazib berish xizmatlarida ishlatiladi. 2026 Chevrolet Damas 3 narxi bozorda boshqa tijorat mashinalariga qaraganda ancha qulay hisoblanadi. Shu sababli bu avtomobil hali ham talab yuqori bo'lgan modellar qatorida turadi. Ikkinchi qism. 2026 Chevrolet Damas 3 texnik xususiyatlariga to'xtaladigan bo'lsak, avtomobil butun 8 litrli benzin dvigateli bilan jihozlangan bo'lib, u shahar sharoitida yetarli quvvatni ta'minlaydi. Ushbu dvigatel oddiy tuzilishga ega bo'lgani sababli ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari past bo'ladi. Mexanik uzatmalar qutisi soddaligi bilan ajralib turadi va uzoq muddatli foydalanishga moslashtirilgan. Yonilgi sarfi ham Chevrolet Damas 3 ning asosiy ustunliklaridan biridir. Shahar ichida u kam yoqilgi talab qiladi. Bu esa kundalik biznes xarajatlarini kamaytirishga yordam beradi. Osma tizimi yuk bilan harakatlanishda ham barqarorlikni saqlab turadi. Tormoz tizimi oddiy bo'lsa-da, xavfsiz harakatlanish uchun yetarli darajada samarali ishlaydi. Ichki salonida qulaylikdan ko'ra amaliylik ustuvor hisoblanadi. O'rindiqlar oddiy materiallardan tayyorlangan bo'lib, uzoq vaqt foydalanishga mos. Asboblar paneli haydovchi uchun tushunarli va sodda joylashtirilgan. 2026 Chevrolet Damas 3 da zamonaviy texnologiyalar ko'p bo'lmasligi mumkin, ammo bu avtomobilning ishonchliligiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Aksincha, kam elektronika, kam nosozlik degan ma'noni anglatadi. Shu jihatdan Damas 3 O'zbekiston sharoitiga juda mos keladi. 3-qism. 2026 Chevrolet Damas 3 narxi O'zbekistonda uni yangi biznes boshlayotganlar uchun juda jozibador qiladi. Ushbu avtomobil yordamida kichik sarmoya bilan daromadli ish boshlash mumkin. Yuk tashish hajmi kichik bo'lsa ham, kundalik ehtiyojlar uchun yetarli hisoblanadi. Damas 3 bozorlarga kirib chiqishda, tor ko'chalarda harakatlanishda va shahar markazida ishlashda juda qulay. Shu sababli ko'plab tadbirkorlar aynan shu modelni tanlaydi. 2026 yilgi modelda ishlab chiqarish sifati barqaror darajada saqlangan va ehtiyot qismlarni topish ham oson. O'zbekistonda Chevrolet Damas uchun servis tarmoqlari keng tarqalgan bo'lib, bu foydalanuvchilar uchun katta qulaylik yaratadi. Agar siz ishonchli, tejamkor va arzon tijorat avtomobilini izlayotgan bo'lsangiz, 2026 Chevrolet Damas 3 siz uchun to'g'ri tanlov bo'lishi mumkin. Ushbu avtomobil yillar davomida o'zini oqlagan va hali ham bozor talablariga javob bermoqda. Agar sizga shunday avtomobillar haqidagi aniq narxlar, sharhlar va foydali ma'lumotlar qiziq bo'lsa, Auto Insight kanaliga albatta obuna bo'ling va yangi videolarni o'tkazib yubormang. Chevrolet Damas 3 O'zbekistonda eng ko'p sotiladigan va eng ishonchli tijorat avtomobillaridan biri hisoblanadi. Ushbu model kichik biznes egalari, yuk tashish bilan shug'ullanuvchilar va shahar ichida doimiy harakat qiladigan foydalanuvchilar uchun juda qulay tanlov sanaladi. 2026 Chevrolet Damas 3 narxi O'zbekiston bozorida xaridorlar uchun muhim omil bo'lib qolmoqda. Ushbu avtomobil arzonligi, tejamkorligi va oddiy tuzilishi bilan mashhur. Damas 3 modeli kichik o'lchamga ega bo'lsa ham, ichki makoni amaliy tarzda ishlab chiqilgan. Old qismida haydovchi va yo'lovchi uchun yetarli joy mavjud bo'lib, orqa qismi yuk tashish uchun moslashtirilgan. 2026 yilgi modelda tashqi ko'rinish an'anaviy shaklda saqlanib qolgan, chunki bu dizayn yillar davomida o'zini oqlagan. O'zbekistonda Chevrolet Damas ko'proq bozorlar, do'konlar va kichik yetkazib berish xizmatlarida ishlatiladi.
2026 Chevrolet Damas 3 narxi bozorda boshqa tijorat mashinalariga qaraganda ancha qulay hisoblanadi. Shu sababli bu avtomobil hali ham talab yuqori bo'lgan modellar qatorida turadi. Ikkinchi qism. 2026 Chevrolet Damas 3 texnik xususiyatlariga to'xtaladigan bo'lsak, avtomobil oq butun 8 litrli benzin dvigateli bilan jihozlangan bo'lib, u shahar sharoitida yetarli quvvatni ta'minlaydi. Ushbu dvigatel oddiy tuzilishga ega bo'lgani sababli ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari past bo'ladi. Mexanik uzatmalar qutisi soddaligi bilan ajralib turadi va uzoq muddatli foydalanishga moslashtirilgan. Yonilgi sarfi ham Chevrolet Damas 3 ning asosiy ustunliklaridan biridir. Shahar ichida u kam yoqilgi talab qiladi. Bu esa kundalik biznes xarajatlarini kamaytirishga yordam beradi. Osma tizimi yuk bilan harakatlanishda ham barqarorlikni saqlab turadi. Tormoz tizimi oddiy bo'lsa-da, xavfsiz harakatlanish uchun yetarli darajada samarali ishlaydi. Ichki salonida qulaylikdan ko'ra amaliylik ustuvor hisoblanadi. O'rindiqlar oddiy materiallardan tayyorlangan bo'lib, uzoq vaqt foydalanishga mos.